Alaykum. Hammalaringga xayrli kun tilagan holatda buni qaranglar. Suvoqani qilgan ishni qaranglar. Avvaliga marta mana bu yerlar chuqur bo'lib qolgan. Bu ko'rayotgan muz joylari chuqur bo'lib qoldi. Biz chiqdik, mana shunaqa holat qildik. Buni to'g'rilab beringlar dedik, buni qaranglar. Chuqur qilib ko'lab turib, mana hovuz qilib, anaroq quduq qilib ketishdi, buni qaranglar. Hech qanday o'zgarish qilmasdan bu joy qayerda deb so'rasalaring, Marhamat tumani Kalelinda 2-ko'chasida joylashgan Vohidjon ota to'yxonasi mana. Vohidjon ota to'yxonasini oldi. Yo'lda o'rtasini chuqur qilib ko'lab qo'yib, to birontasi mana shu yerda biron nima bo'lmaguncha o'zgarish qilmaydi shekilli. Ular kelgan kuni bu yerda Movoy akalarimiz, Somsapaz akalarimiz ko'pchilik bo'lib yordam berishdi. Lekin hech qanday o'zgarish qilmasdan chuqur qilib quduq qilib ketishdi. Buni qaranglar. Hozir endi buni axlatga to'lishini kutamiz shekilli. Hammalaringga sog'lik, omonlik tilaymiz. Rahmat.